Assalomu alaykum barchaga. Bugun hamma sizlarga stenab aytib beribdi, men sizlarga sidaun aytib beraman. Meni ismim Asadbek. Sizlar o'yladinglar, o'zi bir kachok, bir oppoqqina bola chiqadi deb, ha? U odam chiqib bo'ldi. Men qap-qaragina sochlari uzun bo'laman. Meni yoshligimdan hamma Ergashkanovga o'xshatadi. Ana shu narsa shuni bir ta'sir qilganki menga qizlar bilan tanishsam, qizlar menga qarab sarimsoq deydi. Mana ularga qarab lampashsha deydi. Meni onamga material zavodi kerak. Otamga esa otam alkogolga qarshi odam bo'lganlar, aroq ichmaganlar-da, pivo ichganlar ekan. Biz ham o'shani ko'rib katta bo'lganmiz, yemaganmiz. Ya'ni bizda ko'rmoq bor, yemoq yo'q. Ana shunday katta bo'lganmiz. Yaqinda O'zbekiston milliy terma jamoasi 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqdi. Amakilarim menga qarab, bor 34 yil boqilgan qo'yini olib ketdilar. Men ham yugurib borib katta akamni chaqirib keldim. Nimaga deysizlarmi? Nimaga men akamni uylanishini 34 yil kutganman-da, menga o'chrat qachon keladi. U ham mayli. Men shu yoshligimdan novvoy oilada katta bo'lganman. O'ylashlaringiz mumkin, bu bolam bu nimaga pas? Meni yoshim 22 da. Shu buvimning yoshligimdan bitta gaplari bor edi. Boshingga rapada bilan yesang, bo'ying o'smaydi. Men o'sha narsani o'zimda sinab ko'rganman. 8-sinfimda boshimga rapada bilan urib ko'rganman, haligacha o'smay yurman, katta ham bo'lmayman. Eng qizig'i, maktabda hamma o'qituvchilarim menga qarab, "Jurlarim, nima bunaqa qilaysan? Sen odam bo'lmaysan, sen katta bo'lsang, qamalasan, sendan yaxshi odam chiqmaydi. Ana jurangni qara, bir namunali katta korxonalarga direktor bo'ladi" derdi. Haqiqatan ham o'qituvchim to'g'ri topdi. Ular katta joylarga direktor bo'lgan. Men stenab aytib o'tiraman. Haqiqatan ham o'qituvchilarim to'g'ri topgan. Hozir ular qamoqda, men bu yoqqa stenab aytib o'tiraman. Eng yomoni. Bir sevgan qizim bor edi-da. Sevgan qizim menga qarab, "Siz odam bo'lmaysiz, unaqa yomonsiz" deb, o'zi Amerikada yuribdi. Men stenab aytib o'tiraman. Ikkinchi qizim esa Dubayda. Men yana stenab aytib o'tiraman. Instagramda shunaqa bir trend ko'rdim. Hozir bitta opa chiqqan-ku, so'zlarini ishora qo'llar bilan raqsga tushib ko'rsa ekan. Men ham shu narsani bir onamga sinab ko'rdim-da. Ertalab turib, "Ona, menga pul bering" dedim. Onam ham menga qarab, "Hozir qulog'ing taydan pul olasan" dedi. O'shandan beri o'sha trend qilmaydigan bo'ldim. Eng yomoni, eng jahlimga tekkan trend. Qizlar barchasi qilayotgandir, hamma Instagramga qo'ygandir. Damiyon gir. Onki? Onamga borib aytdim. "Ona, damiyon gir. Oni ke" dedilar-da. Kefir bilan non olib kelganlar ekan-da bu. O'shandan keyin tushdim. Hozir ham onam telefon qildi. "Alo. Ona? O Toshkentdami? Non bilan kefirni oldim. Bir gideta 8 soatda bilaman-da. Ona sahnadami so'kma. O so'kma, qo'ybola." Onam aytibdilar. 20 minutda Toshkentdan Buxoroga non bilan kefir keltirib tashladi deyaptilar. Shuning uchun sog' bo'lasizlar, men ketdim. Rahmat sizlar bilan. Oddiygina Asadbek Akbarovich bo'ldi.